Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi 4-qism Qon ichar perixon ayol. Shu asnoda temir zanjir sharaqlab, darvoza g'orildig'inicha bahayvat ichildi. Men u kishiga qo'rqimsirab qaradim. U tunugun Mumay bilan bilib bo'lgan hiliqi burni yanyo'g'a o'xshaydigan er bo'lib, u bizni ko'rgandan keyin hayronligini yoshirib, zo'rig'i hijib kelishga boshladi. Biz asta dadam bilan ichiga kirgandan keyin u kishi yana darvozani qulflab o'tdi. U eg'izini qon yo'qi yenga surtganmi qandoq, yengimi qon yo'q turadi. Lekin uning qo'ldagi narsa ko'rinmaydi. Bu ishdan ajablanib atrofga qaradim. O'ylanan baya bu chiqqan o'ng tarafi 2 qavat bo'lib, ostingi qavati ayrim-ayrim ishiklik qator uy. Qarmoqqa ishlamchilarni o'rlashtirish uydek qiladi. Udul tarafdagi qator silingan pakar uyning orqasida egiz cho'ng uy bor bo'lib, qarmoqqa ombardek qiladi. Men sol tarafga qarab o'tib, darvozaning ichiga bog'lab qo'yilgan yo'g'on itning eg'iziga qarab hayron qoldim. Chunki u it bir odamning bosh iskeletini g'ajlayotdi. Men varqirab etdim. Mening tuyuqsiz varqirishim bilan dadamni cho'chib, menga chekchiyib, "Vallohva, nimaga varqiraysan? Odamni qo'rqitdi!" deginicha kayib ketdi. Men bo'lsam, eg'izimga gap kelmay, qo'lim bilan asta u itni ko'rsatib, "Dada, u itning qo'jlavaqini odamning boshsunki. Qarg'ina!" dedim. Dadam mening bu gapimdan hayronlik ham gumoniy chiroy ifodasi bilan asta o'tiribga qarab mangdi. Men hiliq kishiga ko'nglimda endi hamma ish aniq bo'ldi. Endi qanday qilasan deb qarab qo'yib, gajgam g'ujidi qo'rildi. Chunki u odam yanchuqidan bir qing'iriqning sepini ching tutqunicha asta sug'urib, dadam tarafga yiqilishyotdi. Men ishning chatoqligini ko'rib, voqiray deb tursam, dadam itg'ojlayotgan iskelet boshni bir tepib edi. U bosh odamning beshi emas, qo'yning beshi bo'lib chiqdi. Buni ko'rgan dadam yana menga chekchiyib, bu nerdimi odamning beshi bo'lsin? Qo'yning beshi turmamdi!" deginicha kayib ayblab ketdi. Dadamning bu gaplardan u kishi sal xotirjam bo'lgandek, qing'iriqni qo'yib etib, qo'lini yanchuqidan asta tortqinni ko'rib, davatdim ichimda. Ondan dadam u kishiga xushomad kulkisi bilan, "Inam, yaqindan bu yana bolamning kalisi toza joyda emas. Uningga bir narsa chaplashib olganda qiladi. Shunga uni bu yerga olib kelgan. Ko'nglingizga amma, ha?" deb qo'ydi. U kishimi bayqidek zo'rig'i hijib, hech qisi yo'q. Opammo hali qaytib keldi. O o'g'lingizni ko'rib baqsin. Haras, bu undaq oson ishmi emas. Hozir kashim kiray dedi. Shunga o'g'lingiz bu yerda qolsa, 1-2 kundan keyin og'ili kasingiz bo'lamdi, dedi dadamga maslahat solgandek. Farzimcha uning opam degini dal hiliqi jodigar mo'maydi. Uning ovozi bir xil so'g'uq bo'lib, odamni bir xil ahsizlik soladi. Uning bu gapidan tallarim muzlab, putlarim titrab ketdi. Uning deyishicha, "Tex dadam meni bu yerga qoldirib ketdi ekan. Po'q yapsan", dedim ichimda. Amdil gap qilay deb turishimga dadam eg'iz ichib, bu amsa shundoq bo'lsin. Inam, menmi qaytay?" deb mening muramga qo'lni qo'yib, "O'g'lim, chidamliq bo'l, chunki sening g'ayratingga mening erkakligim singan. Sen cho'qim bu ishlarning ustidan g'olib kelalaysan", debla silq qarab mangdi. O'ylab baqsam, dadamning hozirgacha eng joyliq bilan ching turib mendan talab qilgani faqat mush ish edi. Men qattiq umidsizlanib, ko'nglimda, "Ma'qul dada, gapingizni anglayman. Balkim bu ishlardanmi biz bilmaydigan hikmatlar bordir", deganlarni o'ylab gap qilolmay turib qoldim. Chunki dadamga ziyon yetishidan ansirab ortiq gap qilolmadim. Tex Bayatulloh bir eg'iz gap bilan tas qolganti, u qing'iriq bilan dadamni chopqili. Dadam chiqib ketgandan keyin u odam yana darvozani temir zanjir bilan qo'lib o'tgandan keyin menga qarab mug'ambarlarcha beshini yonga silib, "Ina, men bilan opam seni ko'rib baqsin", deginicha masxir aralash kulgandan keyin oldimda yurib ketdi. Men nima qilarimni bilolmay turganimda bir yo'nliq narsa putimga surilib o'tib ketdi.
Qo'rqib qarsam, u bayatın odamning beshini g'ashlayotgan it bo'lib, bu itning beshidagi yungi qon yuqi bo'lib, ko'zlarini menga tikinicha xirs qilib turadi. Men qo'rqib, yana u odamning orqasidan u kirgan uyga kirdim. Sababi mencha itga yam bo'lgandan odamga yam bo'lsa, yanada yaxshi edi. Biz shundoq bir palampayning ustiga minib, bir qancha uyga ishkirlab kirgandan keyin atrof bag'ancha qorong'ulashib, biz chiriq yondirilgan bir uyga kirdik. Qarsam, mo'may ustiga oppoq bir yepinchini otib, bir oppoq narsani yipqa o'tkizgil turibdi. Mo'may meni ko'rib, ilgirlarcha kulib kutib oldi. Ammo u mening nimishqa keldiganligimni oldin biladigandak, qarmoqqa xush bo'lganda qismi chandurmasdan o'tiradi. O yepqa o'tkizayotgan marjonni yenida qo'yib, "Yaxshi ketsan balam, nimali bo'lmasin, sen degan mehmon. Shunga sana choy qo'yib beray." dedi-da, oldidagi chaynakdan qiyniq damlangan bir piyola choy qo'yib menga tanladi. Aslimo bularga nisbatan o'zim til bilan tasvirlab beramayman. Ishqilab bir xil gumonlarim bo'g'ashqa, u oldimga qo'yib qo'ygan marjonga qarab, varqiravatgila tasdiq qildim. Chunki u marjonga o'tkazilayotgani odamning qo'lidan ushshaq ajritilib, pak-pakiz qirilgan barmoq suyaklari edi. Shu tapdagi qo'rqinishdan butun vujudimni titrak besib, o'zimni tasdiq tutib olib, asta oldimdagi choyga qaradim. Oldimdagi bu bir piyola choy quyuq holatda bo'lib, laylishib yurgan yipsimon qon uyushmasiga qarab, qandoq damlangan choy ekanligini to'liq tushunib yetdim. Men nima qilarimni bilmay turganimda uyga yana bir yosh o'g'il bola kirib keldi. Mo'may bilan hiliqi arningmi uning bilan kari bo'lmadi. Qarg'anda umu mush oilaning bir a'zosida qiladi. Ammo u sal daldushmo qandaq kiyimlari jul-jul, mingishlari toza normal emas edi. U meni ko'rib xushalliqida xuddi sarangda yig'lig'inicha kelib, menga yaqinlab keldi. Men bo'lsam, uningdan qo'rqib, kaynimga yinab, tamga yo'linib qoldim. Bu chaqda Mo'may uningga qarab, "Qo'rsiqing echibdi-da", dedi. Mo'mayning bu gapidan tallarim shirkinib, peshonamdan sovuq ter eqishga boshladi. Hamda o'z-o'zimga gumonimning to'g'ri ekanligini, bularning odamxo'r alvaslar ekanligini aytdim. Hamda qanday qilaman? Shularni xiyol qilib tursam, u Mo'may o daldushning oldini to'sib, "Menga avval qo'rsiqingni qiyib qolgan go'shtlar bilan to'yg'izib tur. Qolgan ishlarni tun yerim bo'lganda boshlaymiz", dedi. O daldush Mo'mayning bu gapidan norozi bo'lib, yig'lig'inicha boyam kirgan eshikdan yana sirtqa chiqib ketdi. Bu chaqda quluqimga yanda shartildigan ovoz anglandi. Bo'yin so'zib qarsam, iliq Mo'mayning o'g'li Tammashning yon tarafida yo'g'on bir qangroqni bir toshqa bilayotgan bo'lib, pichoqning toshqa har bir surkalgan ovozdan jinim asta-asta chiqib ketayotgandek bo'shibli ketdim. Ammo bundaqla bal qo'yvassam bo'lmaydi. Qanday qilishim kerak? Bu uydan qochib chiqsam-mu, sirtlik uyda dalduz sarangdan birsi bor. Talada bo'lsa, heliq it. Yeni kelib, qo'rshoq tomning egizligi kam degandimi 4 metr keladi. Bunda qisqa vaqt ichida bu yerdan qochib chiqish sarangning xiyoli edi. Ammo qochib ketmasam, tun yerimi bo'lganda ularning qo'lida o'laman. Men shu xiyollar bilan asta uy ishini bir qator ko'zitib chiqdim. Eliqi hozirma pichoq bilayotgan bo'lib, Mo'may bo'lsa, men tarafga kaynini qilib, yanala oldidagi barmoq so'nkini yipqa o'tkazib-atdi. Kaynimga qaradim. Bu uyning kayni tarafimda bir kichik eshigi bor bo'lib, eshik qiya ochiq. Ish tarafimi qorong'i edi. Asta ularga qarg'ash, kaynimcha mengib, u eshikka yaqinlashdim. Hamda ovoz chiqarmaslikka tirishib, to'xtamay titrayotgan qo'llarimni tasdim muqimlashtirib, eshikni nihoyat asta ittirdim. Elim yaxshi, eshik boshqa ovoz chiqarmay, yenik ichilishi bilan g'ippada u yerga kirib oldim. Yana eshikni yenik yepatdim. Eshikning yepilishi bilan bu uy xuddi qabrning ichidagi qop-qorong'i bo'lib ketdi. Dal shu chaqda pichoqning toshqa surilgan ovozi to'xtab, iliq nihoyat g'azablanganda yuqori ovozda "O qani!" Orqadan Mo'mayning jiddiy ohangda "Uni qochirib qo'ysak ish chataq. Tez berib uni top, u qochib ketmasin", degan ovozi anglangandan keyin bir odamning ishni echib chiqib ketgan ovozi anglandi. Men deb cho'nqur bir nafas oldim. U meni bayam o'zi bilan birga kirgan eshikdan qochdi deb o'ylagan bo'lsa kerak, shu tarafga qarab kirib ketdi.
Lekin u odam hamon meni izlab bu uyga kirdi. Shunga men yana timsiqlab, yandan yana bir eshikning bog'liqini bayqab, u eshikdan ichki kengri, ustidagi dariz to'siqidan azroq nur tushib turadigan bir uyga kirib qoldim. Men yana atrofdan eshik izlayotganda, tuyuqsiz ustidan nur tushayotgan joyda ko'k bir kiyim kiydirilgan bir qaranchuqning dim yotganini ko'rib, uning daldisiga o'tmoqchi bo'ldim. Ammo oldimdagi o qaranchuqning o tarafiga o'tib, qo'rqib, o'zimning varqirab kelishimdan ansirab, eg'izimni ching etib oldim. Chunki oldimda bir tarafga qiysib qolgan bir iskelet bosh, eg'izlarni hingaytib qarab turardi. Kiyimlardan qaraganda ular dal mushu dehqonchilik maydonining asli xo'jayinlari edi. Demak, bular dehqonchilik maydonini o'tkazib olmagan, balki bularni o'ltirib etib, bu joyni egallab olgan. Shularni o'ylab, xeyli uzoq turib qoldim. Ammo qandoqlik qarsam, bu ishlarning bir yeri bir qandoq normal emas edi. U kishining beshig'i mayli, ammo uning teni xuddi o'ruq kallidak, qo'rg'illarimi kiyim sirtiga chiqib turardi. Men asta yaqin berib qarab, tasliq qilatdim, barmoqimni tishlab uzib olgan. Chunki uning butun badani pok-pokiz g'ashlangan. Chopinning yengidan va ishtining pushqoqlaridan oppoq iskelet ko'rinib turardi. Hayron qoldim. Zodi qandoq narsa uni mushundoq pok-pokiz g'ajilab yeb, ondan yana kiyimlarini kaytirib qo'ygandi. Deganlarni o'ylab tursam, chirt qilgan ovoz bilan uning kamar ko'zlarining ichidan bir chashqan asta chiqib ketdi. Davatdim. Bu yerda odammi odam yesa, itmi odam yesa, amdi mushu chashqanmi? Demak, bu yerda odammi olvasti, itmi olvasti, hatto mushu chashqanmi olvasti. Shularni o'ylab, o'zimningmi real dunyoda yashayotgan bir odam ekanligimdan gumon qilib qoldim. Shu xiyollar bilan turganimda, orqa tarafdagi eshikning ochilgan ovozi anglish bilan birsi g'udumshig'ini kirib keldi. Men qo'rqib, atrofga qarabla, birda qo'yingni ko'rib, yung orsiga mukib, ozroq ko'rish doirasi qoldirib, tugilib o'ldirdim. Uzoq o'tmayla bu uyning eshigi ochilib, oyoq ovoziga qo'shilib, to'mirning yerga surkalgan ovozi anglanib, yaqinlashga boshladi. Tengirqab tursam, ko'zim bilan 5 sm kamaydigan orliqda bir to'mir sanjildi. Men yuz berayotgan bu ishdan qo'rqib, yung orsiga teximi shung'ib, endi o'ladigan bo'ldim deb hayotdan umidimni uzgan shu paytda u to'mirni kuchab tortib, keyni tarafga o'tib, yana sanjab mendan yiroqlab ketdi. Ondan yana qandoqdir bir narsalar taraqlab, bir hazodin keyin uy ichi tinjib qoldi. Men bo'lsam, yo'qning ochiq puruqidan dimoqlarim ichishib, hamda ingishib turg'achqa bo'yinlarim uyushib, chidiqsiz og'riyotdi. Ammo u bu eshik tarafga o'tmagini aniq. Undaqda u meni bayqab kelib, to'mir sanjib, mening qo'rqib chiqishimni kutib tayyor turganmidi? Yoki rostda boshqa uyga chiqib ketganmidi? Shunda xiyollar bilan ikkilanib turganimda, yung orsidan bir narsa o'milab chiqib, bo'ynimga yamashdi. Tuyuqsiz bo'lgan bu ishdan qo'rqib, "Chashqan!" deb varqirgancha o'rnimdan turib ketdim. Chunki tex bayla bu yerning chashqanlarining odamni g'ajilab, iskeletga aylantirib qo'yganini ko'rgan edim. Oldimdagi eg'izdan qon tomchilab turgan bir odamni ko'rib, o'zimning xato qaror chiqarganligimni bekmi kechikib his qildim. Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi 5-qism. Bo'yda qachonlardandir chiroq yiqilgan bo'lib, men mukib turg'achqa, birda atrofning tuyuqsiz yo'rishidan hayron bo'lsam, birda oldimda turgan odamni ko'rib, nima qilarimni bilmay turib qoldim. U boshqa biri bo'lmasdan, dal hiliq g'aliti mo'mayning o'g'li shu edi. U ishtiho bilan bir narsa g'ajlayotgan ekan. Tuyuqsiz u g'ajlayotgan narsaga qarab, put-qo'lim birdilla bo'shib, ixtiyorsiz titrab ketdim. Chunki uning qo'lidagi qon tomchib turgan, chala g'ajlangan jasadning qo'li edi. Qo'rqinishdan jonsiz putlarimni yetganmay turganimda, u hiliq yayotgan qo'lni kuchab tishlab, bir yulqib edi. Yuzimga so'g'uqqina bir narsa chachirishi bilan uning eg'iziga so'yilib chiqqan bir parcha cho'ng go'shni bir yalmoqli yutayotganini ko'rib, tasqalatdim, ichimdagining hammani yondirib o'tdi. Shuning bilan bu yerda turaverishga toqatim taq bo'lib, bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ldim. Ammo qayoqqa menishni bilmay turib qoldim. Boya kirgan tarafga mansam, u tarafda hiliq g'alati mo'may bor edi. Men barmoqlarimning uning qo'lida yipga o'tkazilib ketishini xohlamayman. Shunga amalsiz asta qadam bilan u daldushga har qadamda bir qarab,
heliqi er kirib ketgan tarafga qarab mangdim. Gerçi onu tushunmasammi, u qo'liga yo'g'on bir qimroqni, yana bir ushliq tumir ilib olgan bo'lsa-mu, har holda heliqi mo'maydak qora sehriy karomati borligini bilmaydim. Ham bu uylarning hammasida birdan eshik bo'lib, balkim u kirib ketgan uyning ishkirsida bir yoki bir qancha uy bo'lsa, birasidan sirtqa chiqib bo'lamdi deb degan xiyollar bilan u kirib ketgan eshikdan uyga kirdim. Bu uyning pardasi uzilib, bir tarafga qiysilib qolgan bo'lib, elim yaxshi u ko'rinmaydi. Gerçi hozir kech kirgan bo'lsa-mu, sirtdan kirgan ojiz nurda har holda bir narsalarni farq etgili bo'ladi. Bu uydimi qalaymaqan narsalar chechilib turgan bo'lib, men bir bo'londiki, bir-biriga mixlab yo'lab qo'yilgan yog'och taxtay kaynida turib, atrofni kuzatdim. Yeliqi ishning uzoq-uzoqda bir qitim xo'shyiqmagandek qavab qo'yishi va chekaklarning chig'dashlaridan boshqa g'ayri ovozlar yo'q edi. Nemishqikin bu it har bir qavg'anda meni xuddi o'lim elchisi chaqirayotgandek tashvish ichida qolatdim. Shunlashqimi hozircha sirtqa chiqish imkoniyati bo'lishini bak orzu qilmaydim. Men tugilib, xeyli uzoq o'ltirib, u qaytib chiqmag'achqa o'ylaganlarimning to'g'ri ekanligini, uyning ishkirsida cho'qim sirtqa tutishadigan yana bir eshik borligini, heliqi erning shu ishdan chiqib ketganini jazmlashtirib, bir oz xotirjam bo'ldim. Lekin qo'rqinish va ochliq tufayli holsizlanib, o'zimni sezmay uyquga ketdim. Qanchalik vaqt o'tdi, buni bilmaydim. Bir chaqda bir odamning yiroqda ojiz ingrayotgan ovozi anglishi bilan yana qo'rqib, asta beshimni ko'tarib, mekivagan joydan ehtiyot bilan chiqdim. Ham atrofga qayta boshdan qarab chiqdim. Hozir tong otgan bo'g'ashqa bu uy ustidagi yo'chiqlardan tushgan nurda xeyli yo'riq edi. Qarsam bu uyning yon tarafida pastga tushgan bir koridor bo'lib, ovoz dal mush tarafdan chiqyapti. Men asta qadamlar bilan palampaydan pastga tushishga boshladim. Ammo yaqinlab borgancha bir narsalarning charaslashiga qo'shilib, mayda qo'rilgan go'shtning purqi dimoqqa urilishga boshladi. Men odatda mayda qo'rilgan go'shtga bak amroq bo'g'ashqa, odatda onam doim tamoq etayotgash, menga qozondan go'sht xillab beradi. Shunlashqami bu qitim og'zimga seriq suv kelishi bilan qo'rilgan go'shtni tezlab farqlantirgan edim. Mening yaqinlab berishim bilan u ovoz bag'anch aniq anglashga boshladi. Ovozdan qaraganda bir kishining holsizlanayotgani ham qattiq qiynalib yurakni ezdigan ovozlar chiqib turadi. Ammo birsi tamoq etayotgan uyda nemishqi yana birsi eshinishli ingraydigandi. Shu xiyol bilan asta eshik oldiga keldim. Qarsam bu eshikmi qiya uchuq bo'lib, yer osti uyi bo'g'ashqa kunduzdimi chiroq yiqilgan edi. Bu uy bakmi cho'ng bo'lib, uyning o'ttirisida bir ayol inishib turib, bir narsani avaylab kesib, yana bir tarafdagi qozonga silib o'tadi. Men eshik yo'chiqdan qarsam, u heliqi mo'mayga o'xshab turadi. Ammo vaqirayotgan odam boshqa birsi edi. Uy ichida qalaymaqan narsalar xeyli ko'p bo'lg'ashqa, men daldalanglik narsalar xeyli ko'p edi. Men bir narsalarning daldisidan foydalanib, u tarafga yiqilishib, bir ustal ostiga kirdim. Ondan u kishiga qarab, beshimdan bir chelak suv quyilgandek andikib ketdim. Chunki mo'mayning oldida bir odam bo'lib, u odam kichik bir karvatga mahkam bog'langan. Hatto og'iznimi bir qonyuq org'amchi bilan cho'nqur bog'langan edi. Mo'may bo'lsa, masxira aralash kulib turib, u odamni tirik beti go'shtni shilab, may qo'ynayotgan qozonga silib o'tadi. Mo'may har qitim u odamning go'shtini shilganda, u odam og'riq dasidan to'lg'inatdi, yulqinatdi, kuchib vaqiraydi. Ammo u erning ovozi bir xil xira, chiroyimi obdab qilgan raxtdek tatargan edi. Eng ichinishqi karvat ostiga bir qoch qo'yilgan bo'lib, u odamning kesilgan yerlardan chiqqan issiq qonlar sirg'ab mush qochiga tushib Bu hayvoniy ko'rinishlarga qarab, etilib beribla u mo'mayni titmi qilayotgan bo'lsa-mu, lekin bundaq vahshiylikni tunchi qatim ko'yishga, yuraklik holda ko'krak kirib chiqish uyoqda tursin, nima qilarimni bilolmay, g'alg'al titrab turibla qoldim. Shu paytda u odam og'riq dasizin kuchab yulqinib, beshi men tarafga burildi. Men uning qon aralashib ketgan turmush chiroyini ko'rib, ko'zlarim yug'nab, butun vujudim siqrab ketdi. Chunki u chiroyi tamdek tatargan Ahmad akam edi.
Men bu chaqda nima kun ko'rsam ko'ray deb qo'limga bir narsa elilish uchun atrofni siypashtirdim. Lekin ko'zim karvat beshidagi qonxo'r momayli bo'g'ishqa xeyli tasda siypashtirib yurib, qo'limga bir ustalning puti chiqdi. Amdila o'rnimdan turay deb tursam, momay qon yuqi qimriqni yondik shira ustiga taroqqida qo'yib, karvatni aylanib men tarafga keldi. Ko'nglimda sezilib qoptiman-da, endi o'ladigan bo'ldim dedim. Gerçi mening hayot qilishim quduqdan oyni uzmak kabi imkonsiz bo'lsa-mu, yong'i o'rilib, o'zimni asta daldiga oldim. Bu chaqda momay shiradan aylanib, yemishib turib, pastga qo'yilgan heliqi qon eqib tushgan qochini qo'liga oldi. Ondan u qochidagi qonni g'urtulditib ichishga boshladi. Bu vahshiy ko'rinishga qarab turishga bardoshlik berolmay, ko'zimni epqashmoqchi bo'lganda, u momayning qon ichgan seri chiroyidagi qo'riqlar yo'qab, qozon beshidagi lungidek bo'lib ketgan chiroyi asta holrangga kirdi. Ondan u borgancha ham yosh, ham noit chiroyli bir qizga o'zgardi. Agar oldindagi bu qizni bu yerda ko'may, boshqa yerda ko'rgan bo'lsam, balkim uni kuyib qilishim mumkin edi. Men bir ovoz chiqarib qo'yishimdan ansirab, ko'zimni ching yumib oldim. Bu chaqda u momayning rozimanlik bilan cho'nqur nafas elishi anglab, kimdir birga rahmat sana, endi seni uzitib qo'yay degan ovozi anglandi. Momay zodi kimni uzitib qo'ydiganda? Shularni xiyol qilib turganimda qiraqning kuchab chepilgan ovozi anglandi. Ondan 1-2 minutlardan keyin uning oyoq tevishi asta yiroqlab, ishining jaloqqida yepilishi bilan ko'zimni ochdim. Hamda xeyli uzoq atrofni kuzatgandan keyin uning bu uyda yo'qligini, bu uydan chiqib ketganligini jazmlashtirib, asta o'rnimdan turib, jonsiz putturimni so'rab, karvat oldiga keldim. Hamda amatkamning chaqchiyib, qon yuqqandek qizargan bo'lsa-mu, nuri o'chgan ko'zlariga qarab, uni to'van ovozda chaqirdim. Amatga. Lekin u hech bir inkassiz edi. Asta uning burniga qo'limni uzatdim. Uning tinig'i allaqachon to'xtab qolgan ekan. Men uni bog'liqdan bo'shatgandan keyin uning og'zida go'sht qiymasidek titmin bo'lib, qonga milinib turgan tilini hamda ichki a'zolar ko'rinib qolguncha shilingan ustixonlarga qarab, burnim ichib, ixtiyorsiz o'ksib yig'lavatdim. Bechara Ahmadkam og'riq dastidan o'zining tilini o'zi tishlab, titma qilayotgan edi. Dal shu chaqda ust tarafdan taq qilgan ovoz yiroqdan anglishi bilan itning havshigan ovozi anglandi. Men bu ovozni farqlandiramay turganimda, u ovoz yana bir xil ritmda anglishi bilan yana bir odamning "Odam bormi? Odam bormi?" deb varqirgan ovozi anglandi. Bu chaqda men o'zimni xuddi yangi bir hayotga erishgandek xushal bo'lib ketdim. Bu uydan ust tarafga tez qadamlarim bilan chiqdim. Hamda koridordan chiqibla qiypash udildagi bir ishni ko'rib, darhol u eshikdan sirqib chiqdim. Eshik oldida pakar o'stirilgan bir nechta tut daraxt bo'lib, qarsam heliqim momayning qonxo'r o'g'li temir zanjirni sharaqlatib darvoza ochayotdi. U darvozani ochgandan keyin bir odam hovli ichiga kirdi. Ondan u yana odati bo'yicha darvozani oldirmay qo'yib Gerçi o odamni ko'rib, heliq et kirishib qalayotgan bo'lsa-mu, men uni ko'rib xushalliqimdan "Hasanka!" devatdim. Hasankam tambal shopurut edi. U bizning yezliq saqchiqonning saqchisi bo'lib, u doim nopis ishlari bilan mahallamizga kelib turishga uni bir qarabni tunib olgan edim. U meni bu yerda ko'raman deb o'ylab boqmagan bo'lsa kerak. Vayrona turqimga qarab, "Ey, sen ubulg'o. Sen bu yerda nima ish qilasan?" dedi. Men gap qilay deb, heliq arning men g'azab bilan chachib turgan so'rin tanatiga qarab, sal qo'rqib qoldim. Ammo hozir yenimda saqchi bo'lishga qo'rqish behojat edi. Men u qonxo'rga xiyolimda endi tugashdan degan ma'noda qarab etib, "Hasanjon aka, uni qo'lg'ina, u qotil. Ana, odatda bir odam bayla, ularning qo'lida echinishga o'ldirildi" dedim. Hasanjon akam degan gaplarimni anglab, menga ishongandek ko'zlari chaqchib, bum ovozda "Nima? Deganlaring rostmi?" dedi. Men u erga qarag'ach, "Albatta rost"
Men shundoq deb turib qoldim. Chunki bu chog'da u qo'rqish uyoqda tursin, nihoyat mag'rur holda so'q kulib turadi. Bundaq odamlarni o'limidan burun o'ldirib yetdi. U qanday qilmoqchi? O, shundaq odamlarni o'limidan burun o'ldirib yetdi. O rastaydi. O shundoq degunicha Hasanjon akamga chekchib qarab, "Endi o'limni o'ti sening bo'ladi." deb mag'rur kulgunicha yon tarafga qaradi. Men bo'lsam, uning bundaq o'ziga foydasiz sharoitimi, yana kulgimdan ko'nglim bir shumliqni sezgandek, u qargan tarafga qardim. Ammo ko'rishga ulgurmayla yon tarafdan bir qora ko'langa tezda chanqab turgan Hasanjon akamga aytildi. Men nimish bo'lganini anqirib qarasam, u tunagan odam beshini g'ajlayotgan it bo'lib, u it Hasanjon akamning bo'ynidan xuddi shir o'ldisini tishilgandek tishlab, to'xtamay silkishga boshladi. Hasanjon akam bo'lsa, o'ntisiga yetib qolgan bo'lib, to'xtamay xiqirab, yerni terajab tipirlaydi. Ammo itmo uni xiyolni bilgandek, Hasanjon akam enishgan tarafning qarshi tarafiga o'tib, kuchab qayrab silkiydi. Hasanjon akam har qancha kuchapmo o'rnidan turolmay, bora-bora put-qo'li bo'shib ketayotdi. Men uni qutqizish uchun beribla itni tepishga va udilchagan yerga urishga boshladim. Lekin it mening mushbashvalarimga parvo qilmay, teximi asabiylashib, Hasanjon akamni teximi qattiq tishlashga boshladi. Va ahvol bag'ancha yomonlashib, Hasanjon akamning bo'ynidan qonlar o'qdek etilib chiqdi. Hatto mening usti beshimga chachirayotdi. Bu chog'da Hasanjon akam bir-ikki yo'qinibla jimjit bo'lib qoldi. Demak, u jon uzgan edi. Men bo'lsam, itni urish uchun ko'tirgan qo'ldirim mag'dursizlanib, yoki urayotgan, yoki silayotganga o'xshamayotdi. Bora-bora put-qo'limda jon qolmay, Hasanjon akamning jasadiga inishgunimcha shalab-shitab bir narsani yeyotgan itga ortilib qoldim. Shu asnoda qara degandek ko'zimga beshimni nishonlab qo'ng'iroqni egiz ko'tirib, ezilib kelayotgan yiliq ko'rindi. Vahimlik asar Tun malikasi. Avtori Obulqosim Charchan. 6-qism. Men bu jiddiy paytda garchi bu qonxo'rning qo'ldan qutulishga ko'zim yetmasimi, o'zimni kaynimga etishim bilan itning ichinishli havshigan ovozi anglandi. Men yiqilgan yerdan turib qarsam, u itning dumbisidan qon o'qdek etilib chiqayotgan bo'lib, tuyuqsiz bo'lgan bu ishdan tengirqab turganimda, u ablahning qo'ldagi qing'roqning bisidan qon sirg'ib yerga tushyotdi. Et bora-bora daldangishib, put-qo'li tortishib qolgandek g'alit harakatlardan keyin yerga yiqildi. Uning ostidagi puti yerni tatlisa, ustidagi puti havoda jonsiz polanglaydi. U it shunda qilib Hasanjon akamning jasadining yeniga yiqilib, bir-ikki yulqinib, jimib qoldi. Heliqi bo'lsa, bundaq ishning yuz berishini xiyollig'imga keltirmagan bo'lsa kerak. Yangiyo'ga o'xshaydigan burun to'shiklarini kengaytib, ko'zlarini yo'g'on ochqinicha itga qarab, birdam turgandan keyin g'azab bilan xuddi ichidagi hamma ochiqni mandilda chiqarmoqchi bo'lgandek kuchab voqirg'inicha menga aytildi. Mening jug'im uningdan xeyli kichik, hamda mening tabiatim uningdek yovuz bo'lmag'achqa, uning bilan kuch elishamaydim. Shunglashqa qo'limga bir narsa chiqib qolarmi deb qarsig'ila yerni qamalladim. Ondan bir siqim to'pini uningga qartib chashqandan keyin oldi keynimga qaramay udulni nishonlab qochdim. Bu tarafda ikki tarafga selingan qurilish oralig'ida bir keng bo'shliq bo'lib, qarmoqqa orqa hoylig'i qoldirilgan o'tish yo'lda qiladi. O tarafga yugurib o'tib, keynimga qarsam, u ablah ko'ziga to'p kirib ketdimi qandaq bir narsalarni ko'rmagandek harakatlarni qilib, harakatlari qo'lashmagan holda qaloymiqan dasab men tarafga kelib o'tadi. Men ikki tarafga selingan uyning oralig'idagi bo'shliqdan o'tgandan keyin oldimda bir nechta traktor va ustini bir qavat chang tuzan bosgan dehqonchilik saymonlari to'xtatib qo'yilgan bo'lib, bir kengri maydon namoyon bo'ldi. Shunlashqa bundoq ochiqchilikda bayqilib qolmasligim uchun bir ochiq ishni nishonlab, bor kuchimni yig'ib tez yugurdim. Men hasrab o'midab, o'pkam eg'izimga tiqilib qolay deganda, u uyga kirib, tamg'a yo'linib turib, atrofni kuzatdim. Bu uyning ichkarisidami bir qiya ichilgan eshik bo'lib, nimishqikin u uy xeyli yo'riq bo'lsa-mu, uydan dimoqni etishtirdigan qavri ichidagidek tappuruqi dimoqqa urilib turadi. Ammo ishning atrofini o'mchik to'ri chirmab turishidan
Bu uyda odam yo'qligini jazmlashtirib, erkin bir nafas ilib, asta silqib qarab, o'zimning hayotimdagi eng oxirgi nafaslarimni ilayotganimni his qildim. Chunki u qonxo'r ablah, qon yo'q qing'roqni ching tutqunicha bir boshdan hamma uyning eshigini ochib, bir-birlab menga yiqilishyotdi. Men ishkirki uyga kirib olmoqchi bo'lib, eshikni ittirdim. Ammo eshik ochilmaganiga nihoyat uzun bo'lg'achqa oson ochildigandek qilmaydi. Men tunugundan beri bir narsa yemgashga, ochliqdan put-qo'llarim bo'shab, sagik turmasam, qapoq jiyaklarim ixtiyorsiz yumilib ketadi. Shundoq bo'lg'achqa aplik harakatlarni qilolmaydim. Albatta, to'mirdan turalgan o'g'il bola bo'lsa-mu, bo'p o'tgan bu ishlar haqiqatan odamni charchatadi. Shunlashqa men ovoz chiqarib qo'ymaslik uchun amalsiz ishning kayniga o'tib, o'limni kutishga majbur bo'ldim. U shundoq taraqshitib, bir qancha uyga kirgandan keyin, men turgan uyning eshigidan uning qing'roq tutgan soyasi xuddi jon olg'uchidek yo'g'inab yiqilib keldi. Hozir uning xuddi to'g'ri tutadiganday qo'li ikki tarafga so'zilgan soyining harakati nihoyat osti bo'lib, qarmoqqa mening dal mush uyda ekanligimni jazmlashtirgandek qiladi. Ish bu yerga kelganda bu abga holatim bilan nimani qila olaydim? Qo'rqib, nima qilarimni bilmay turganda, u bir putini bo'sug'iga elishiga kimdir biri yana darvozani kuchab qoqdi. U ablah bu ovozdan ikkilandimi qandoq? Joyida to'xtab, birdam turgan bo'lsa-mu, darvoza qiqilishdan to'xtamag'ashqa, qandoqdir bir nimalarni deb, tillig'inicha soyasi eshikdan yiroqlab yutdi. Bu o'yning hozir bayqidek tappuruqig'imi ko'nib qoldimmi qandoq? Tamg'i yulanganimcha cho'nqur bir nafas olgandan keyin o'zimni sezmay uyquga ketibdim. Qanchalik vaqt o'tdi bilmadim. Qulqimga inchiki bir narsaning sharaqlagan ovozdan cho'chib uyg'onib ketdim. Anglamoqqa bu ovoz yandagi uydan chiqqan bo'lsa kerak. Bu ovoz xuddi bir quchoq o'tinni yerga tashlaganga o'xshab qoladi. Men o'z-o'zimga acaba bu uyda bir narsa bormidi yoki u qonxo'r yana meni bayqaganmidi degan xiyol bilan asta men kirgan eshikdan sirtqa qarab cho'chib ketdim. Chunki menga yiqil yerda momayning hiliqi daldush o'g'li qo'liga bir tangni ko'targuncha qaytib-o'tadi. Men ichimda u axlat to'kili chiqqan bo'lsa kerak deganlarni o'ylab, bir oz xotirjam bo'lib turishimga yandagi uydan "Xush keldingiz qarindishim" degan ovoz anglishi bilan cho'chib u uyga qaradim. Bu ovoz ya erninkiga, ya ayolnikiga o'xshamaydigan bo'lib, xuddi kartun filmdagi Kobi mushukning ovozdek inchga, yumorliq, normal odamlarnikiga zotli o'xshamaydi. Bu chaqda yana u shuningga o'xshabroq keladigan, ammo bom ham bo'g'oq, sal tunish bir ovozda "Rahmat sizlarga. Garchi men o'limni orzu qildigan yoshda bo'lmasam-mu, taqdirning qismati bilan sepinglarga qo'shilib qoldim." Bu chaqda bayqa ovoz: "To'g'ri dedingiz qarindishim, taqdirga ortib qo'ymasak, nurg'un ishlar kallamizdan o'tmaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Insonlar shu qadar rahimsizki, 4 kunlik dunyo maishatlarini deb manfaat uchun o'ziga ishongan odamlarni aldaydi, hamda bir-birini qasdab o'ltiradi. Yana dexe barcha yomon ishlarni qilib turib, biz hurullardan qo'rqudi. Ammo biz hurullar insonlarga o'xshash manfaat uchun bir-birimizni qasdamaymiz" dedi. Men bu gapni anglab etib, ixtiyorsiz badallarim titrab ketdi. Chunki men hozir anglayotgani odamlarning emas, balki ruhlarning ovozi ekan. Acaba menmi o'lib ketgandimanmi? Shularni o'ylab, o'zimga qayta boshdan qaradim. Ammo hech bir g'ayriy ahvol yo'q edi. Yuragimni tutib baqdim. Va qo'rqib ketganimkin, yuragim qo'limga to'mirchining bozg'indek urilib o'tadi. Men yana u yerga quloq soldim. Lekin yandagi uyda endi hech qanday ovoz yo'q edi. Turibla o'zimni tush ko'rayotgandek his qilib, u uyga qarab beqish niyatida u uyning eshigini ittirdim. Ammo eshik joysi qiyshib qag'ashqa rastla echish ta'sirak edi. Men eshikni kuchab, muramda bir-ikki so'qishimga eshikmi echildi. Ammo bu uyda odam tugul chashqanmi yo'q bo'lib, o'choq ham pakar dariza tarafga do'ylab qo'yilgan op-oq ustixonlarni ko'rib, o'zimni xuddi jasad ozgiliga kirib qolgandek qo'rqishga boshladim. Bularning hammasi odam ustixonlari bo'lib, ustixonlarning ba'zilari chali yeyilgan bo'g'ashqa ko'kirib ketgan shilimshiq ustixonlar orasida qurutlar son-sanoqsiz qimirlaydi. Tuyuqsiz ko'zim oldingi kuni yer osti uyda, ya'ni
Ahmad akamning uchisida ko'rgan bir qon yo'q ko'ynakning puchug'iga tushib, turibli qoldim. Qon yo'q ko'ynak, bosh, put, qo'l, qo'rg'a degandek qalaymiqan sumaklar orasida qisilib turadi. Men ichimda bayqa ovozning tunish anglanganini bekor emaskanda deb o'ylab, bu ishlarning tegiga yetamagandek bo'lib, ustixonlarga qayta qaradim. Ularning ba'zilariga qaraganda bu yerga tashlanganiga bir oy bo'lib qolgandekmi qiladi. Ammo ba'zilari yangi bo'lib, eng ustidagi bir bosh iskiltida xuddi temir zanjir bilan qirgandek ro'shan tish izlari bo'lib, farzimcha bu dal Ahmadkamning iskilti edi. Ammo g'alit yeri uning chala g'ajlangan qo'l iskiltining ko'rsatkich barmoqi ustini ko'rsatib turgan bo'lib, xuddi menga bir narsani bildirmoqchidek qiladi. Men ustiga qaradim. Bu uyning usti yerim ochiq bo'lib, uy xeyli pakar bo'lg'ashqa kuchab baqsam cho'qim chiqa oldim. Balkim o'g'zi bilan bu yerdan chiqib ketgili bo'ldiganda qiladi. Ammo xiyolimga tunugun dadamning men atikilay degan gapi kelib turibli qoldim. Chunki necha soat ilgari bu yerga birsi kelib darvozadan qaqqashqa men hayot qolgan edim. Agar u dadam bo'lib qolsa, bu chaqcha shularni o'ylab, bu yerdan chiqib ketish qarorimdan tezda yenib, ehtiyot bilan o'yli tarafga mangdim. Hamda atrofga qarab, o'tinxonaga yo'lab qo'yilgan bir paltini ching tutqunimcha tezda darvoza oldiga keldim. Qarsam bu yerda itning hamda Hasanjon akamning jasidimi yo'q bo'lib, yerga bir qavat nefis to'pi chechilg'ashqa sinchilab qaramasa, yerdagi qon izini farq etgili bo'lmaydi. Darhol esimga yer osti uy keldi. Chunki u uyni bu qonxo'rlar qushxona qilib olgan edi. Shunga men tezdan yer osti uyga kirdim. Ammo bu uy pak-pokiz tozalangan bo'lib, faqat qon yo'qqa og'amchilar karvat beshida turadi. Men bu uyning ratligiga qarab, o'zimning bu yerda iliq qonxo'r mo'mayning Ahmad akamning qinni ishganligini ko'rganimdimmi gumon qilib qoldim. Ondan bu uydimmi ustiga chiqib darvozaga qaradim. Darvoza yanli bayqidek temir zanjir bilan qo'liblangan bo'lib, bu yerga dadam yoki boshqa birining kelgan kamganligini hukm qilish tas edi. Shunga men dastlabki kirgan taraf bo'yicha qo'rqib tursammi, bu uyga bir-birlab kirdim. Men kirib, 3-uyga kelganda ichidan bir necha odamning paralashgan ovozi anglandi. Zansilib anglasam, bu uydan dadamning, yana olim va bir qizning odatdagidek paralashayotgan ovozi anglanayotdi. Qarmoqqa hozircha ularga bir ish bo'lgandek emas edi. Men bundan sal xotirjam bo'lib, ishini echibla u uyga kirdim. Uy ichida Rasululloh, olim, dadam va mening yenimdala bir qiz bo'lib, u qizga qarab qo'rqib ketdim. Chunki u boshqa bir emas, dal heliqi mo'mayning yer osti uyda qon ichib o'zgargan holati edi. Uning hozirgi turqi oqshom qidimi go'zal bo'lib, sinchilab qarab turib qoldim. Uning olmidek yuzi, qonsharliq burni, yo'g'on ko'zlari, gilosdek lavlari shunchalik go'zal edi. Uning bu turqi men ko'rgan qizlar ichida eng chiroyli edi. Shunga u qarg'ali odamni lol qiladi. Agar uning yer osti uyida o'zgargan turqini o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, uning qonxo'r mo'may ekanligiga hargizmi ishonmaydim. Dadam mening g'alit turqimga qarab, "Hey, bolam, qanday? Yaxshi bo'lib qoldingmi?" deyishiga men gap qilib bo'g'cha u qiz, "Ha, O'buljon yaxshi bo'lib qoldi." U shundoq davetib, qizirib turib, "Ha, rost. Mo'mam menga shaldida O'buljonning uydagilar qo'shilsa, uni bola qilib olman degan edi." deb qo'shib qo'ydi. Men bu gapni anqiramay tursam, olim menga qarab pixildab kulgilib turibdi. Dadam bo'lsa, albatta qo'shilmas. Sizda chiroyli qizni kelin qilish biz uchun sharaf qizi, dedi. Bu chaqda u qiz xushal holda menga eslab, "Mana O'buljon, uyingizdagilarni qo'shildi. Endi xo'sh bo'lgansiz?" deb ularning oldida menga yepishdi. Men ham qo'rqib, ham xijil bo'lib, "Yo'q, men yiqinjama. Sen bir qonxo'r tursan, qandaqmi sen bilan to'y qilay?" deb varqirab uni ittirmoqchi bo'ldim. Bu chaqda dadammi olimga qo'shilib, ikkisi yerga qarab pixildab kulishyotdi. U qiz bo'lsa, teximi naz qilishga boshladi. Uning nozik badallari yilandek to'lg'inib, menga teximi ching yepishdi.
Shu topda bir tarafdan dadamning oldidagi bu satchilikdan o'lgida xijolat bo'layotsam, yana bir tarafdan bundoq chiroyli qizning badanimga taravotgan illiq haroratidan, dimiqimga urilgan nafaslardan ko'nglimning bir yerlari hayajon ilkida tipirlaydi. Bu chog'da ko'zim oldimdagi ishkapning aynigidagi bo'ynimga chirmishib turgan bir qo'lning barmoqlariga tushib qoldi. Hozir uning barmoqlarining uchi xuddi burkutning tirnoqlaridek uzun bo'lib, garchi u naz karashmalari bilan bo'ynimga kirasilab turgan bo'lsa-mu, ammo o'tkir tirnoqlari xanjardek yaltirab turadi.